E'tibor berasizmi? Ko'pchilik puli to'planishiga ishlatvormay deb erkaklar mashina, ayollar tilla olib qo'yadi. Maslahatim siz ikkisini ham qilmang. Mablag'ingizni hisobini chiqarib, ko'chmas mulk olib qo'ying. Yaxshi joylardan yerni har qarachi tanqis bo'layotgan paytda albatta yutasiz. Hozirgi ko'rsatadigan joyim keyin o'zingiz orzungizdagi uyni yaxshi niyatlar bilan qurib olsangiz bo'ladigan tayyor yer. Umumiy 5 sotixdan iborat. Hozirgi uddaburon yurtdoshlarimiz atiga 1 u 2 sotixga ham qancha xonalar qurib tashlashyapti. Shunday ekan siz bu joyga ancha proyekt qila olasiz. Joyni yaxshiligidan odamlar ko'chib kelib yashashni boshlashdi. Keyin bu yerlarni sotixi palon pul bo'lib ketadi. Ko'rasiz, o'sha paytda essiz olib qo'ysam ham bo'lar ekan deb afsuslangandan ko'ra hozir harakat qilib qoling. Tursa nima ziyoni tegadi sizga? Ustiga ustak hamma kommunikatsiyasi bo'lsa, sekin imkoningiz, sharoitingizga qarab ish boshlayverasiz-da. Boshlanishida loyihasini yaxshi tuzib olsangiz, ancha barakali joy bo'ladi, xudo xohlasa. Narxini 41 mingga kami bor deyishyapti. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bog'lanib baraka qilaverasiz. Manzilni aytish xayoldan ko'tarildi-yu, Farg'ona shahar Tekstilda hamma bilgan eski Bibixonim to'yxonasi. Hozirgi Fergana Schooldan o'tganda avtotex yonida joylashgan. Mablag'ni qayerga sarflashni o'ylab yurgan yaqinlarga videoni jo'natib qo'yasiz-a?